Shu tikish bitishlarimni videosini qo'yganimdan keyin negativchilar har xil gaplar yoza boshlashdi. Tikuvchi ayol sal ozoda bo'lish kerak deb, tikish joyizda har xil narsalar turadi. Yuragi siqilib ketmaydimi? Buncha neakkuratni ish qilasiz, buncha besporядка ayolsiz deb, shunga o'xshash direktimga har xil SMSlar keldi. Lekin men pinagimni ham buzmayman. Bunaqa gaplarga ahamiyat beradigan bo'lsam, o'zim asabim buzilgani qoladi. Lekin bitta gap juda ham ko'nglimga yomon tegib ketdi. Uy joylaringiz juda ham kattagina ekan, nimaga o'z yotoqxonangizga mashinalaringiz bilan tiqilib olgansiz deb. Oldingi videolaringizni ko'rganimda qaynonangiz uylarini uborga qilayotgan videolaringiz bor ekan. Xonalari ko'p, kattagina uy ekan deyishdi. Ha, to'g'ri qizlarjonlar. Ha, qizlarjonlar, qaynonamning uylarida 5 ta xona bo'lib, 2 ta xonasini menga ajratganlar. Tikish, bichish ijodlaringizni o'sha yerda qilasiz. Mashinkalarimni yangi olib kelishganda ham qaynonam bitta xonani bo'shatib bergandilar. Men bo'lsam yosh bolalarim bo'lgani uchun u uyga emas, o'zimning uyimga, ya'ni yotoqxonamga joylashtirganman. Nimagaki, bolalarimning yonida bemalol ish tikib va bolalarimga ham ko'z quloq bo'lib turish uchun. Shunaqa har xil SMSlar keladi. Uyingizdagilardan podдержка yo'q ekan deb. Yo'q qizlarjonlar, meni bu tikuvchilikka qaynonam bilan erim 2 yil o'qitishgan. Qizlik davrimda Toshkentda 3 yil kollejda o'qigan bo'lsam, turmushdan keyin erim bilan qaynonam mana shu tikuvchilikka qiziqqanim uchun 2 yilga o'qitishgan. Xo'jayinim esa yangi mashinalar olib bergan. Qaynopam esa yangi to'g'richoq mashina podarka qilganlar. Bu oilamdan podдержка bo'lmay nima sizlar uchun? Tozalikka keladigan bo'lsak, tikib ishlarimni bitirganimdan keyin albatta mana shunday tozalab qo'yaman.